Ushbu loyiha Milliy bank Quva bank xizmatlari markazi hamkorligida Farg'ona viloyati Quva tumani Pastki Xonobod MFI 4-konturda amalga oshirilmoqda. Bu yerda atirgul ko'chatlari ekilgan bo'lib, maydon hajmi 10 gektar. Bu yerdagi ekinlar zamonaviy usullar bilan parvarishlanmoqda. Hozirda ekinlar g'uncha ochish arafasida bo'lib, ekinlarni yetishtirish 210 kun davom etadi. Yetishtirish jarayonida sug'oriladi, tabiiy va mineral o'g'itlar bilan oziqlantiriladi. Ushbu loyihada 50 ta dehqon xo'jaligi biriktirilgan bo'lib, har bir dehqon uchun o'rtacha 20 sotixdan yer maydoni to'g'ri keladi. Loyihani samarali amalga oshirish uchun lider tadbirkor sifatida Agrohayot sanoat ishlab chiqarish kooperativi biriktirilgan. Ushbu loyiha bo'yicha har bir gektardan 50 ming dona, jami 500 ming dona hosil olish rejalashtirilgan. Mazkur ekin dekabr oylarida yig'ishtirib olinadi. Yuqori daromadli ekin turlarini ekish orqali yer egalarining daromadlarini yanada oshirib boriladi.